Mahsulotlarni men maqtashdan, uni taklif qilishdan hech ham charchamayman. Haqiqatan ham mahsulotlarimiz zo'r. Mana ko'rib turibsiz qo'limda. Mana shu Nilich brendini o'sha o'zini tarkibiga omega 9, 3, 6 kabi barcha vitaminlarni jamlagan qo'limdagi shu baliq yog'i deymiz biz. Buni men o'zim ham ichdim, o'zimda ham juda katta natijalar, zreniyamda, oyoq og'riqlarim, bel og'riqlarimda zo'r natija oldim va mana meni yonimda o'tirgan men bilan birga hamkor bo'lib yelkama-yelka ishlab kelayotgan Minovar xonam mana shu nimadan mahsulotimizdan juda ham katta natija olgan. Hozir o'zini og'zidan eshitamiz. Marhamat Minovar xonim. Assalomu alaykum hurmatli aziz Greenleaf oilam. Men mana shu meni yuragimda muammo bor edi. Yuragimga kilapillari bekidi. Banisalarda yotardim, banisalardan chiqmasdim. Qishda umuman banisadan chiqmasdim. Keyin kilapin qo'yamiz. Nimangizga 18 millionga deyishdi. Men 18 million so'm pulni topolmadim. Keyin Greenleafda shunaqa Nurich kapsulasi borligini eshitib keldim. Mana shuni ichdim. 35 kun ichdim ikkitadan. Keyin doktorga borib ko'rinsam, kilapillarim ochilib ketibdi-da. Operatsiyaga imkon yo'q deyishdi. Shunaqa hozir o'zim xursandman. Hamma yo'g'im yaxshi, hamma ko'rganlar siz 100% o'zgaribsiz deb maqtashyapti. Quvonganimdan yana ham mana shu Greenleafga nimam oshib, hamma o'zimga yaqin odamlarimni shu yerga olib kelyapman. Hammasi hamkor bo'lyapti o'zimiz salomatligimiz uchun. Kelinglar, ichinglar, ko'ringlar, foydalari zo'r, effekt ham zo'r. Demak, Greenleaf zo'r. Banisalarga oshiqcha nima yo'q. Pul sarflash yo'q ekan. Mana